O'zimizni mustahkamlash uchun biz yana sovg'a va pitsa metodidan foydalanamiz. Sovg'aga ega bo'lishni xohlaysizmi? Issiqqina pitsa yeyishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa siz pitsalarga, sovg'alarga ega bo'lishingiz uchun mana bu savollarga javob bersangizgina sovg'a va issiqqina pitsalarga ega bo'lasiz. Qo'lingizdagi kartochkalarga yozilgan so'zlarning so'rog'ini aytasiz. Qorning so'rog'i nima? Ning so'rog'i nima? Shifokorning so'rog'i kim? Til so'rog'i nima? Baliq so'rog'i nima? Guruch so'rog'i nima? Ona so'rog'i kim? Sumalak so'rog'i nima? Kosa so'rog'i nima? So'rog'i nima? Ko'cha so'rog'i nima? So'rog'i kim? Qalam so'rog'i nima? Barg so'rog'i nima? Uchuvchi so'rog'i kim? Barcha o'quvchilarimiz javob berdi. Marhamat, o'z sovg'angizni va pizzangizga ega bo'lishingiz mumkin. Barakalla! Kartochkasiga ega bo'ldi. Bugungi mavzumizdan kelib chiqqan holda klaster metodidan foydalanamiz. Har bir guruhga bittadan beraman. Marhamat. Qush nomini bildirgan otlar, tabiat hodisasi, yana nima edi? O'simliklar, yana o'quv qurollari. Mana bu oldingizda turgan ko'rgazmamizga yozishingiz kerak. Olma, stol, hodisalari, do'l, kamalak, so'nam, vulqon, shamol, qor, qushlar nomlari, bulbul, gurgut, qarg'a, laylak, lochin, chumchum. Hayvonlar nomlari: ayiq, begemot, tulki, bo'ri, sher, dumiklar, moychechak, kungaboqar, qizg'aldoq, chuchmoma, lola, atirgul. Bizga rag'bat kartochkasini qo'lga kiritdingiz. Har bir guruhimiz rag'bat kartochkasini qo'lga kiritdi. Barakalla. Biz yozib charchadi, ha? Bitta dam olish daqiqasi o'tkazamiz. So'rovga javob bo'ladigan so'z aytsa, ikkita qasak chalasiz. Nima so'rovga javob bo'ladigan so'z aytsam esa joyingizda o'tirib olishingiz kerak. Boshlaylik. Qalam. Qaldirg'och.